Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uvchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 romanini o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Winstonning butunlay o'zgartirilgan holatlarini o'qib o'tgan edik, endi davomini o'qiymiz. O'Brien to'liq mehribonlik bilan qo'lini uning murisiga qo'ydi. Bu menga bundoq bo'lmaydi. Sen buningda xalos bo'la olaysan. Sen shuni xohlasanglar, hamma ish o'zingga bog'liq. Buni sen qilding. Meni bu holga sen tushirib qo'yding, dedi Winston o'ksib turib. Yo'q. Sen bu holga o'zingni tushirib qo'yding. Sen partiyaga qarshi turgandila, sen mushundaq bo'lishni qabul qilib bo'lgan eding. Bu natija shu chaqda belgilanib bo'lgan edi. Sen faraz qilib baxmagan hech qanday ish yuz bergani yo'q. U birdam to'xtadi va yana davomlashtirdi. Biz seni mag'lub qildik, seni uzil-kesil bitchit qildik. Bədiningning qandoq bo'lib ketganligini ko'rding. Kallangmi o'xshash mushundaq bo'lib ketishlik. Senda amdi faxrlangidek bir nima qolmadi. Sen tepilding, qamchilanding, haqoratlanding, og'riqdan chiqirding. O'zingning qon qusuqlari orasida do'milading. Shafqat tillab putlarimizga esilding, yilinding, hammaylanga, hamma narsaga osiylik qilding. Sen qilmagan yana qandoq paskashlik qildi? Winston yig'idan to'xtadi, ammo yeshi yana iqvatadi. U O'Brienga qaradi. Men Juliyaga osiylik qilmadim. O'Brien uningga o'ychan bir nazarda qaradi. Rost, deganing to'g'ri. Sen Juliyaga osiylik qilmading, dedi u. O'Brien bo'lgan alayda bir ayminish, hurmat tuyg'usi yana Winstonning qalbiga kelkundek eqib kirdi. Buni hech nima to'sib ola oladigandak emas edi. Nima degan aqlliq, deb o'yladi Winston O'Brienni. O'Brien Winstonning nima deyish kerakligini shunda xatosiz topadi. Balkim dunyodagi boshqa har qanday odam chuqum sen Juliyaga osiylik qilding deyishi mumkin edi. O'Brien nemishqa undaq demaydigandi. U Juliya to'g'riliq o'zi bildigan hammani qo'ymay degan tursa. Uning odati, xarakteri, o'tmishi, uning bilan bo'lgan har bir uchrashishga barliq ushaq detallar, hatto ularning partiyaga qarshi billa tuzgan planlari. Winston pak-pakiz hammani iqror qilgan, hammani topshirgan edi. Shundaqdimi, Winston demoqchi bo'lgan gapning ma'nosini aytganda, u rostilla Juliyaga osiylik qilmagan edi. U Juliyani yaxshi ko'rishdan to'xtab qolmagan. Muhabbati hozirgacha o'xshashlar mavjud edi. O'Brien so'ramasdilla Winstonning demoqchi bo'lganini tushundi. "Menga deb ber, ular meni qacha etib yotidi", dedi Winston. "Uningga xeyli uzun vaqt ketishi mumkin", dedi O'Brien. "Sening maslang murakkab, ammo umiddan voz kechma. Har qanday odam hamon bir kuni saqaytiladi. Biz seni eng oxirida etib yotimiz." U xeyli yaxshi bo'lib qoldi. U kun seri tugidek atilib, badinda kuch mador paydo bo'lishga boshladi. Oppoq chiroq yo'riqi bilan hiliqi guldirlayotgan ovoz avvalgidekla bor edi. Ammo kamir burun yetib boqqan boshqalarga qaraganda ko'p rohat edi. Karvatda matras va yostiq, karvatning yonida bo'lsa bir kichik o'rindiq bor edi. Ular uni yuyindirib qo'ydi. Temir dasta xolgan chaqda yuz ko'zni yuyishga ruxsat qildi. Hatto uningga yuyish uchun issiq suv berdi. Yangi ichki kiyim va forma berdi. Uning o'shig'idagi yarisiga og'riq to'xtatish meyi surkab qo'ydi. Ular uning qolgan tishlarining hammasini elib etib, yangi tish silib qo'ydi. Oradan cho'qim bir necha hafta yoki bir necha oy o'tdi. Agar hozir o'zi qiziqsala, vaqtni hisoblash oz-to'la mumkin edi. Chunki tomoqni uningga vaqtida akirib beryotdi. U 24 soatda 3 vaqt tomoq yeyotiman deb o'yladi. Ba'zida kechida yeyotgandimanmi yo kunduzdimi deb o'ylab qoladi. Tomoq alohida yaxshi bo'lib, har 3 vaqt tomoqning birida go'sht bor edi. Bir qitim uningga bir qop sigaret akirib berdi. Uningda saranga yo'q edi, ammo un chiqmas qarovul uningga o't tutashtirib beradi. Birinchi qitim chekkanda uning ko'ngli ilishib ketdi. Ammo u chidab ketdi. U bir qop sigaretni uzun vaqt chekdi. Har tomoqdan keyin bir talning yarmini chekatdi. Ular uningga bir qeyrindosh qilib qistirilgan xotira berdi. Uningga hech narsa yezilmagan edi. Boshda u buni ishlatmadi. U
u o'yg'oq vaqtlaridami qilcha harakat qilg'usi kelmaydi. Ikki tomoq oralig'ida asosan degudek qimir qilmay yotadi. Ba'zida chala uyquchilikda ko'zni uzungacha ocholmaydi. U hozir kuchlik chiroq nur ostidami normal uxlay oladigan bo'ldi. Nur uyqusiga ta'sir qilmaydi. Faqat tushining oldi-kayni bor bo'lib qoladi. U hozir to'la hollarda tush ko'radi. To'lisi xo'shal tushlar edi. U oltin rang sahrolarda, ba'zida quyoshning oltin nurlari sepilgan yo'p-yo'riq xarobalarda onasi Julia O'Brayinlar bilan birga quyosh nuri ostida o'ltirishadi. Boshqa hech ish qilmaydi, faqat ko'ngilli ishlar haqida paranglashadi. U o'yg'oq chog'larida asosan degudek tushida ko'rgan ishlarni o'ylaydi. U o'zining zehniy kuchini yo'qotgandek qiladi. Hozir uning badinida og'riydigan yermi yo'q edi. U zerikibmi ketmadi. Uning boshqalar bilan paranglashqusimu, diqqatini chashqusimu yo'q edi. Tayoq yemasa, so'roq qilinmasa, tamoqi joyida bo'lsa, tozliqini qila olsa, qattiq rozi edi. Uning borgan sir uyqusi oz qoldi, ammo yanala karvatdan qo'pqisi kelmaydi. Uning faqat tip-tinish yetib, badiniga mag'dur to'plaganligini sezgusla bor edi. U xuddi muskullarining yo'g'nab, terilarining chingayotganligini sezib beqish uchun tushimmi yoki o'ngimmi degandek barmoqlarida badining u yer bu yerlarini besib baqatdi. Oxiri u o'zining borgan siri at elayotganligiga ishondi. Uning pattanglarimi hozir tiziga qaraganda to'mlashdi. Uningdan keyin boshda xo'shaqmisimu ostola chiniqishga boshladi. Uzoq o'tmay qadamini hisoblab 3 kilometr mangdigan bo'ldi. Uning mukchiyib egilib qolgan murlarimi tiklandi. Borgan siri xeyli murakkab harakatlarni qilishga urinib baqdi. Hatto ba'zi qilolmagan harakatlaridan hayron qoldi va xijil bo'ldi. U texi yugurolmaydi. O'rindiqni ko'tarib tura olmaydi. Bir futida tura olmaydi. Har qitim turib baqqanda yiqilib ketadi. Zo'ng'siyib o'ltirib baqsa, yompishi va paqalchoq muskuli qattiq og'rib darhol turib ketadi. U ikki qo'l bilan yer beg'irlab baqmoqchi bo'lib, o'zini yerdan 1 santimetrmi ko'tara olmadi. Ammo bir necha kundan keyin bu ishmi muvaffaqiyatli tamomlandi. U hatto bir qitimda oltini beg'irlay oladigan bo'ldi. U badanidan xeyli zo'qlanadigan bo'lib qoldi. Chiroyimi xeyli asli kelib qoldi. Faqat chosh yo'q. Taqir beshini tutib salganda aynakdagi hiliqi g'alati maxluq esi kelib qoladi. Uning qalısımı əmdi xeyli harakatlanishga boshladi. U karvatda o'ltirib, tomga yulinib, xotirini tizib qo'yilib, o'zini qayta tarbiyalashni boshladi. U karvatda o'ltirib, tomga yulinib, xotirini tiziga qo'yib olib, o'zini qayta tarbiyalashni boshladi. U putturg'iniga tan berdi. Buni ularmi bildi. Amaliyotda u alburun taslim bo'lishni qaror qilib bo'lgan edi. U shafqat ministrligiga ilib kirilgandan boshlab, hatto Julia bilan ikkisi ekrandagi buyruq nima qil desa shuni qilgan. Shu chog'dala bu qaror chiqarilib bo'lgan edi. U shu chog'dala o'zining partiyaga qarshi turgandek madori, aqli yo'qligini bilib bo'lgan edi. U hozir 7 yilning yoqi ideya soqchilarining uni xuddi lo'p aynak ostida bir qo'ng'izdek kuzatganligini biladi. Ularning diqqatining sirtida qolgan bir eg'iz gap, bir harakat, ular bayqay olmagan bir o'y fikr qolmagan edi. Ular hatto xotirasining ustidagi hiliqi bir chimdim to'pinimi qayta joyiga qo'yib qo'ygan edi. Ular uningga elivilingan ovozlarni qo'yib berdi, suratlarni ko'rsatdi. Ularning ba'zilari Julia bilan edi. Shundoq. U endi partiyaga qarshi tura olmaydi. Uning ustiga partiyaning to'g'ri edi ham cho'qim shundoq bo'lishi kerak edi. Bu o'lmas kollektiv menga qandaqmi xatolassin? Qaysi tashqi o'lcham bilan siz uning hukmlarining to'g'ri xatoligini ayray olasiz? Aql degan statiklik narsa. Bu faqat ular sendan kutgandek bir fikr qilishni o'rganib olish masalasi xolos. Qerindosh qalam uningga to'm absiz tuyulib qoldi. U qalisiga kelgan o'ylarni yozishga boshladi. U boshda kelangsiz cho'ng harfda bunularni yozdi. Hurlik qulluqdir. Ondan to'xtamasdinla ostidagi qurni yozdi. 2 ga 2 ni qo'shsa 5 bo'ladi. Ondan u nimishqidir to'xtab qoldi. Uning mingisi bir nimalardan qechayotgandek qiladi. U diqqatini yig'olmay qoldi. U aslida keyindikini biladi, ammo shu topda uni aslay olmay qoldi. Keyin uni o'zligidan tabiiy tuyg'usi bilan emas, aqliy o'ylanish bilan aslab chiqdi. Xudo huquqdir. U hammani qabul qildi. O'tmishni o'zgartgili bo'ladi.
O'tmish azaldan o'zgartilmagan edi. Okeaniya azaldan hozirmi Sharqiy Osiyo bilan urushda edi. Jones, Aronson, Rutherfordlar haqiqatan ayblangan jinoyatlarni sodir qilgan. Ularning gunohsizligini isbotlaydigan foto suratni u azaldan ko'rib boqmagan. Undaq bir narsa mavjud bo'lib boqmagan. Uni u o'zi to'qigan edi. U ziddiyatlik narsalarni esida saqlay olganligini esladi. Ammo bular hammasi yolg'on aslamalar edi. O'zini aldashning mahsullari edi. Nim degan oson, ha? Faqat bosh egsila boshqa narsa shuni akshatdi. Bu xuddi sen har qancha kuchsangmi, seni orqaga eqitib etadigan iqinga qarshi uzib, ondan tuyuqsizla keyniga burilib iqinga agishib, uzib ketishga o'xshaydi. O'zining pozitsiyasidan boshqa hech nima o'zgarmagan edi. Bo'lg'uliq hamini bo'ladi. U o'zining nimishqa isyon qilganini tuzuk bilmaydi. Hamma ish oson edi. Faqat har qanday narsa to'g'ri bo'lsa bo'laveradi. Atalmış tabiatning qonuniyati degani quruq gap edi. Yer sharining tortish qonuniyati quruq gap edi. Agar xohlasam, dedi O'Brien. Sopun ko'pikchisdek laylab tura olayman. Winston buning tegiga yetdi. Agar u laylayalayman deb qarasa, menmu shu vaqtning o'zida uning shunda qildiganligini ko'rdim deb qarasam, u holda bu ish reallikka aylandi. Tuyuqsiz suv yuziga bir xadotash chiqqandek uning qalisiga bir o'y keldi. Bu haqiqiy yuz bermaydi, faqat biz buni yuz berdi deb tasavvur qilamiz. Bu yolg'on tasavvur. U bu o'yini darhol bostirdi. Buning sapsatligi aniq edi. Bu sapsatda ma'lum bir yerda boshqa bir haqiqiy dunyo bo'lib, shu yerda haqiqiy ishlar yuz berdi deb qiyos qiladi. Ammo nədimi bundaq dunyo bo'lsin? Bizning qaysi shaylar haqidagi bilimimiz mingimizdan o'tmaydi. Hamma narsa mingimizda yuz berdi. Mingimizda yuz bergan ishlarning hammasi cho'qimki haqiqiy yuz berdi. U bu sapsatini o'ng'aylab bir taraf qildi. Uning eziqtirishiga uchirmadi. Ammo u bunda xiyolning yana kelib qolmaslik kerakligini tunib yetdi. Uning mingisi har qanday xatarlik ideya bosh ko'targan zamon darhol paydo bo'lgan bir qorong'u nuqta paydo qilishi lozim edi. Bu jarayon cho'qim avtomatik, tabiiy edi. Yangi tilda buni jinoyat to'sish deb ataydi. U jinoyat to'sishni mashq qilishga o'ltirdi. U avval o'ziga munda qiyosni tashildi. Partiya yer sharini yapaloq deydi. Muzni suvdan eg'ir deydi. Ondan keyin uningga zid qarashni o'ylamaslik, tushunmaslikni mashq qildi. Bu oson emas edi. Bu zo'r tirishchanlik, chaqmoqdek inkas talab qiladi. Masalan, 2 qo'shilgan 2 teng 5 degan mushu matematikalik masala uning tafakkuridan halqib ketgan edi. Bu yana uningdan kuchli aql gimnastikasini talab qiladi. Bu logikadan nihoyat ustalik bilan foydalanish, yana orqadinla og'ir logikalik xatolikni qabul qilish iqtidori edi. Nötükmü xuddi zehinga o'xshashlar shundoq zarur bo'lib, u erishish nihoyat qiyin bo'lgan bir zehniy kuch edi. Mushu jarayondami uning mingisining bir yerlarida meni qachon yetib etar degan andisha hukm suratdi. Hamma o'zingga bog'liq degan edi O'Brien. Ammo Winston uni bir amal qilib baldiroq ishga oshirg'ili bo'lmaydiganligini bilatdi. Balki 10 minutdan keyinla yoki 10 yildan keyin yetib etishi mumkin edi. Ular uni necha yil mushundaq yolg'iz sulab qo'yishi, emgak lageriga avatishi yoki ba'zi chog'dagidek uni bir mezgil qo'yib berishi mumkin edi. Shundaqla u etilishdan burun qo'lga ilingandan tortib uning beshiga kelgan kunlar yana yangi boshdan takrorlanishi mumkin edi. Shunisi aniqki, o'lim hargiz u faraz qilgan chog'da kelmaydi. Hech kim tilga olmaydigan, ammo hamma bildigan an'ana shuki, ular sizni orqangizdan atadi. Doim siz kamerdan kamerga almashib, koridorda mengayotganda ogohlantirish bermasdinla orqa mingingizga atadi. Kunlarning birida bu iborat toza joyida ifodalanmaydi. Chunki bu ish yarim kechadimi yuz berib qilishi mumkin edi. U mundaqmi xiyolni surib boqqan edi. Bu xiyoli to'limi yorqin, yiqimliq edi. U koridorda mang'ash o'qning etilishini kutib U o'qning har zaman kelib qoldiganligini biladi. Hamma ish hal bo'ldi. Chiroyli tugadi. Hamma xalos bo'ldi. Endi yana gumon, munozara, azob, og'riq, qo'rqinish qolmadi. Uning badani sog'lom, kuchli edi. U tulumi yengil qadamlar bilan xo'shal tuyg'uda qadam tashlayotdi. Quyosh nuri atrofni yo'rtib turadi. U shafqat ministerligining tor,
oq koridorda emas, balki quyosh nuri yo'ritib turgan, kengligi 1 kilometr keladigan bir koridorda edi. U bu yerda xuddi dori ichib olgandek bir xil hayajonliq his tuyg'uda ketib borardi. U oltin rang sahrolarda, toshqonlar o'tlaydigan bir kona o'tloqdagi chig'ir yo'lda ketyotdi. U tapini ostidagi qisqa, quyuq chimlardan yuziga tushayotgan quyosh nuridan huzurlanayotdi. O'tloqning cho'rsidagi qor yog'ochlari mayin shamolda yengil ig'anglab turardi. Uning yana bir tarafida bir yerda bir eriq bor bo'lib, so'gatlar ostidagi uningda shakllangan yop-yeshil ko'lchaklarda baliqlar o'zishib turardi. Birdilla uning vujudini qo'rqinish qoplab oldi. Uning dumbalarimi terlab ketdi. Uning quloqiga o'zining yuqori ovozda "Julia! Julia! Suyimlikim Julia!" deb to'lab tashlagani kirdi. Daqiqacha bir vaqt u butunlay Julia qishida bordek bir tuyg'uga kelib qolgan edi. Julia uning bilan billila emas, balki uning ichididek qilatdi. Xuddi uning teri to'qilmalarining ichiga kirib ketgandek edi. Shu daqiqaning o'zida Julia uningga burunqi billa bo'lgan chog'lardagidimi suyimlik bilindi. Shundaqla u yana Julianing ma'lum bir yerda hayotligini, uning yordamiga muhtojligini bilardi. U karvatda yetib o'zini tinchlantirmoqchi bo'ldi. U nima ish qilib qo'ydi? Bu daqiqalik ketkizib qo'yish uningga yana qancha yillik azob ilib kelar. Birdamdala o'tukning taroqligini anglandi. Ular bunda qilmishni jazolamay qolmaydi. Ular ilgari bilmay qolgan bo'lsa, hozir bildiki, Winston ular bilan bo'lgan kelishimni buzgan edi. Demakki, u partiyaga bo'ysundi. Ammo uningga texcha 3. O'tgan kunlarda u o'zining aksiyatchil mingisini itoatman tashqi qiyofati ostiga yushirgan edi. Hozir u yana bir qadam chekingan edi. U qalbida bo'ysungan, ammo yana qalbining eng cho'nqur yerlarini saqlab qolishni umid qilgan edi. U buning xatoligini bilardi, ammo mushni tanlagan edi. Ular buni tushunatdi. O'brayimmi buni tushunatdi. Bularning hammasi ana shu hamoqatlarcha to'lashda iqror qilib tashlangan edi. Ishlar endi yana qaytadan boshlanadi. Balkim yana bir qancha yil ketishi mumkin edi. U o'zining hozirgi qiyofatini obdan esda tutib olay degandek, qo'llarida yuzini silab chiqdi. Yuziga cho'nqur qo'riqlar tortilgan edi. Ma'ng'iz so'ngaklarimi qo'liga ushluq urindi. Burnimi panoqlashib ketgandek. Uningdan boshqa u eng oxirgi qitim aynakka qaraganda uningga yangi chis silib qo'yilgan edi. O'zining chiroyining qandoqligini bilib olmaganda har xil ifodalarni yoshirish tasga tushadi. Ammo har qanday ahvol ostida chiroy ifodasini kontrol qilib qo'yishla yetarli emas edi. U tunji qitim navoda biror maxfiyatlikni yoshirmoqchi bo'lsang, chuqum uni o'zingdanmi yoshirishing kerakkan deganni tushundi. Butun jarayonda sen uning borlig'ini bilishing lozim, ammo lozim bo'lmag'icha uni eng'inga har qanday shaklda ilib kirmasliging kerak ekan. Endi hozirdan boshlab u to'g'ri o'ylashla emas, yana to'g'ri his qilishi, to'g'ri tush ko'rishimi lozim edi. Yana nafratini xuddi to'pni saqlagandek, badanning ichida ammo badandan ayirib saqlashi, uni badanning bir parchasi qilib olmasligi kerak ekan. Kunlarning birida uni aytib o'tdi. Siz uning qachonligini bilolmaysiz, ammo bir necha sekund burun uni faraz qilish mumkin. Bu doim koridorda manganda orqa mangisiga aytiladi. 10 sekund balkim yetarlikdir. Shu chaqda uning ichidagi dunyo oshkora bo'ladi. Ondan keyin birdilla bir eg'iz gap qilmay, qadamini to'xtatmay, chiroyini mit qilmay, niqobini yirtib tashlaydi-da, pang qilgan ovoz bilan tang uning g'azab nafrati o't chachatdi. Yana shuning bilan bir vaqtda pang qilgan ovoz bilan o'q etiladi. Ular uning mingisini o'zgartirolmay, kontrol qila olmay, pora qilib o'tadi. Bundaq qilishga bek kechikkan yoki bek baldur bo'lishi mumkin edi. Shuning bilan uning qalasidagi aksiyatchi ideya jazosiz, tövsiz qilib qolgan bo'ladi. Ular buningga mangu yetolmaydi. Uning qalasidan bir tüşük ichib qo'yganlik, ular o'zining mukammalligidan bir tüşük ichib qo'yganlik edi. Ularga nafratlanib o'lib ketish erkinlik edi. U ko'zini yumdi. Bu zehniy mashq qabul qilishdanmi ko'p qiyin edi. U o'zini o'zi xo'rlash, o'zini o'zi dafsanda qilish edi. U endi eng maynat yerga tashlanadi. Odamning ko'nglini eng ilashtiradigan eng qo'rqinchli narsa nima? U g'o'jakin o'yladi. Qapqara burutliq bu yo'g'on yuz. U doim buni tashviqot rasmlarida ko'rgachga, uni shundaq 1 metr kenglikda tasavvur qiladi. Va uningdagi ko'z qayerga borsa, uningdan uzilmaydi.
uning kalisiga xohlagancha kirib chiqatdi. Uning g'ojakiga nisbatan haqiqiy ta'siroti qanday bo'lg'iydi? Koridordan o'tishlarning eg'ir ovozi kelishga boshladi. Temir eshik jarang'ishib ichildi. O'Brien kamerga kirdi. Keyinda hiliqi shamchiray ofitser va qorovullar bor edi. "O'rningdan tur, bu yoqqa kel", dedi O'Brien. Winston uningga ro'baro turdi. O'Brien uning murisini kuchli qo'llari bilan ching siqib turib, uningga yaqindan qaradi. "Sen meni aldashni o'ylab ekansan", dedi u. "Bu uchiga chiqqan hamoqatlik. Tuz tur, yuzimga qara." U to'xtab sipoya talaffuzda dedi. "Sen borgan sir ilgirlayotsan. Aqliy jihatda chatoq yo'q, faqat hissiyot jihatdan ilgirlash bo'lmayotidi. Aytqina, esingda bo'lsin, yolg'on aytma. Sening g'ojakiga bo'lgan haqiqiy hissiyotning qandoq?" "Men uningga o'ch." "Sen uningga o'ch, yaxshi. Endi eng oxirgi qadamga keldik. Sen g'ojakini cho'qim yaxshi ko'rishing kerak. Uningga bo'ysunib qo'yishlar yetarlik emas. Cho'qim uni yaxshi ko'rishing kerak." U Winstonni qorovullarga ishtirib berdi. "101 nomerlik uyga", dedi. Uning kameri har bir bosqich almashganda, u o'zining bu darisiz binoning qaysi bir tarafidirek ekanligini sal-pal taxmin qiladi. Balkim havo besimida sal farq bo'lishi mumkin edi. Qorovullar uni do'mbalagan kamer yer ostida edi. O'Brien uni so'roq qilgan uy bo'lsa Torusga yaqin bir qavatda edi. Bu yer bo'lsa eng tegida edi. U o'zi kirib boqqan ko'pincha kamerlardan cho'ngroq edi. Ammo u atrofiga bak diqqat qilmadi. Faqat oldi tarafidagi 2 dona kichik ustalga diqqat qildi. Har ikkilisi yeshil rangli qilin raqti qoplangan edi. Biri uningga birer metr keladi, yana biri sal yiroqroq edi. U bir o'rindiqqa ching bog'lab o'tilgan bo'lib, midir-sidir qilolmaydi. Hatto beshinimi midiriltolmaydi. Uning beshi 2 dona yapaloq narsaning orasiga ilingan bo'lib, faqat udulg'ila qaraya olaydi. U birdam yolg'iz qoldi. Ondan eshik ochilib, O'Brien kirib keldi. "Sen mendan 101 nomerlik uyda nima bor deb so'ragayding. Men sana, sen uni allaqachon bilib bo'lgan. Buni hammaylar biladi degan edim. 101 nomerlik uydagi narsa dunyodagi eng qo'rqinchli narsa", dedi O'Brien. Bir qorovul kirdi. Qo'lida temir qapazdek bir nim bor edi. U buni yiroqdagi ustalning ustiga qo'ydi. O'Brien to'sib olg'achqa, Winston uni ko'ra olmadi. "Dunyodagi eng qo'rqinchli ish, balkim odamga qarab har xil bo'ladi. Tirik ko'milish, ko'ydirib o'ltirilish, suvga tunjuqtirilish, maqlanish va yoki boshqa nurg'ulg'an o'ltirilish usullari qo'rqinchli bilinishi mumkin. Ammo yana ba'zi odamlarga nisbatan eng odatdagi narsalar eng qo'rqinchli bo'lishi mumkin. Garchi u ajallik narsa bo'lmasmi." O'Brien sal bir tarafga o'tkaldi. Shuning bilan Winston ustaldagi narsani ko'ra oldi. U ustida tutqichi bor 4 burchak temir qafas edi. Uning oldi tarafida qilicvozlarning niqobidek bir narsa o'rnatilgan bo'lib, sal ko'pib turadi. Qafas Winstondan 3-4 metr yiroqlikda bo'lsa-mu, qafasning 2 bo'lakka ayrilganligi har ikkilisida qandaqdir bir hayvon borligini ko'rdi. U chashqan edi. "Sana nisbatan", dedi O'Brien, "dunyodagi eng qo'rqinchli narsa chashqan." U qafasga qarabla titrashga boshladi. Ammo uning butun vujudini tasvirgisiz bir xil qo'rqinch qoplab oldi. U endi qafasga ovu niqobni nimishqa o'rnatib qo'yganligini tushundi. Uning butun ich a'zolari qo'rqinchdan muzdek bo'lib ketdi. "Unda qilsa bo'lmaydi", deb ovozini bericha vaqirdi Winston. Mumkin emas, unda qilma." "Sening tushungdagi iliq vahima hozirmi esingda bormi? Oldin tarafda qorong'i bir tom bor edi. Qo'lqinga qandaqdir bir xil ovozlar kirib turadi. Tomning yana bir tarafida qo'rqinchli bir narsa bor edi. Sen uning nimaligini bilading, faqat uni o'ylashdan o'zingni qochirgan eding. Tomning u tarafidagi narsalar dal chashqonlar edi." "O'Brien", dedi Winston ovozini kontrol qilishga tirishib. "Buni hojat yo'qligini bilasiz. Meni nima qildaysiz?" O'Brien udul javob bermadi. U yana o'qituvchilarda qiyofatda, xuddi Winstonning keyindagi nurg'un tomoshabinlarga so'zlayotgandek holatda so'zini boshladi. "Og'riq zodi yetarlik emas.
Ba'zi insonlar og'riqdanmi g'olib keladi. Hatto o'lim girdobidimi. Ammo yanada har qanday odam chiday olmaydigan, bardoshlik bera olmaydigan, o'ylashqimi petin olmaydigan narsalar bor. Buning boturlik yoki qo'rqinchaqlik bilan aloqasi yo'q. Odam bir hongga tushib ketganda, uning bir og'amchini tutib olishi qo'rqinchaqlik emas. Xuddi shuningdek, cho'nqur suvdan chiqqanda nafas elib olishmi qo'rqinchaqlik emas. Bu yo'qotqili bo'lmaydigan tabiiy refleks. Chashqanmu dal shuning misoli. Sana nisbatan chashqan eng qo'rqinchliq. Bu sen har qancha qilsangmi bardoshlik bera olmaydigan bir vahima. Bundaq chaqda sen o'zingdan nima talab qilinsa shuni qilasan. U zodi nima? Zodi nima qilmayman? Uning nimaligini bilmasam, qanday qilaman? O'Brien qapazni ilib yiqiroq ustalga qo'ydi. Winston chashqanlarning qusuldashqanlarini angladi. U shu topda o'zini cheksiz tanho his qildi. U hozir quyosh qizdirayotgan poyansiz bir dalada yolg'iz qolgan edi. Yiroq bir yerlardan kelayotgan ovoz uning quloqiga kiryotdi. Vaholanki, u qapaz uningdan faqat 2 metrlar yiroqlikda edi. Bu nihoyat yo'g'on, rangimi kulrang emas, beg'irrang, intayin yirtqich chashqanlar edi. Chashqan, davomlashtirdi O'Brien yanla bayam qalbozda. Garchi g'ojilg'uchi hayvon bo'lsa-mu, ammo u go'shxo'r. Buni sen bilsan, Winston. Sen haqiqatan namratlar mahallarining ko'chalarida yuz bergan ba'zi ishlarni anglagan. Ba'zi mahallarda onalar bovoqlarini o'z uyida hatto 5 minutmi yolg'iz qo'yib qo'ya olmaydi. Chashqanlar cho'qim bovoqlarga hujum qiladi. Ko'zni yumib ochqicha uning so'ngaklarila eshib qoladi. Ular yana kasal, o'lib qolay degan odamlarga hujum qiladi. Ular ajoyib aqlliqki, odamlarning nimjon bichorlashib qolganini birdamla bilib oladi. Shu chaqda qapazdan tuyuqsiz qattiq chiqirgan ovoz anglandi. Bu Winstonga nihoyat yiroqdan kelgandek anglandi. Ular bir-biri bilan urushyotdi. Ular oradagi to'saqqa o'zlarini urib, bir-biriga etilatdi. Cho'nqur bir ingrigan ovoz anglandi. Bu Winstondan chiqyotdi. O'Brien qapazni qo'liga elib, uningdagi bir nimani bosdi. Taraqqita qilgan bir ovoz anglandi. Winston o'rindiqdan bo'shinish uchun saranglarcha jon talishib ketdi. Foydasi yo'q edi. Uning hamma yeri, hatto beshimi qimirlig'isiz bog'lab etilgan edi. O'Brien qapazni yaqinlashtirdi. U Winstonning yuziga 1 metrmi qolmadi. "Men birinchi knopkani bosdim", dedi O'Brien. "Sen qapazning qurilmasini bilasan. Bu niqob beshingga obdan keladi. Uningda boshqa tush yo'q. Men ikkinchi knopkani bosganda qapaz ichilib, mavu yirtqichlar o'qdak etilib chiqadi. Sen chashqanlarning sakraganini ko'rganmiding? Ular sening yuzingga etiladi va birdamla uning ichiga kirib ketadi. Ba'zida ular ko'zga boshda hujum qildi. Ba'zida yuzdilla tushik ichib tilini yavitadi." Qapaz yaqinlashtirildi. U texi ittik edi. Chashqanlarning odamning tilini shurkandirgan ovozi xuddi beshi tarafdan kelayotgandek anglandi. Ammo u yanala o'zining qo'rqinchisiga qarshi talvalarcha kurash qildi. O'ylash. Biror daqiqa qolsin o'ylash birdan-bir umid edi. Tuyuqsiz chashqanlarning puruqi uning burniga urildi. Buningdan ko'ngli ilishib, hushidan ketayla deb qoldi. Uning ko'z oldi qorong'ulashdi. U birdilla sarang'a, chiqirab turgan hayvonga aylandi. Uning qalisiga bu qorong'ulikdan bir o'y keldi. Bu yerda faqat birla yo'l bor. U cho'qim o'zi bilan chashqanlarning o'tirsiga yana bir odamni qo'yishi kerak edi. Bu chaqda niqob uningga boshqa hech nimani ko'rsatmadi. Qapazning ishiga uningga faqat 2 g'irishlar qolgan edi. Chashqanlar nima ish bo'layotganligini bilib bo'lgan edi. Ularning biri to'xtamasdan sakrab turardi. Tuklari tushib ketgan yana biri qeriroqi tirnoqlari bilan qapazni tutib o'ra turib olgan holda vahimalik pushildab turardi. Winston uning burutlari va seriq tishlarini ko'rdi. Uning qalbisini yana qorong'ulik, tasvirligisiz vahima bosdi. U o'ylay olmaydi, hech nima qila olmaydi. "Bu qadimgi Jungoda odatdagi bir jazo edi", dedi O'Brien doimgidek bemalol holda. Niqob uning yuziga yaqinlashtirildi. Niqobdagi to'r uning yuziga tegdi. Uningda birdilla kichkina umid paydo bo'lib qoldi. Bek kechikkan edi. Balkim rostla kechikkandir. Shu daqiqada u dunyoda faqat birla badanning uning o'rnida chashqanga yam bo'lsa bo'ldiganligini tushundi.
u sarangda qayta to'lashga boshladi. Giuliani, meni emas. Uningga nima qilsang korim yo'q. Uning yuzlarini chanivassun. Uning yuzlarini choynavassun. So'ngaklarida g'ojivassun. Meni emas, Giuliani. U orqaga yiqildi. U intayin cho'nqir yiqilgan edi. Chashqanlardan intayin yiroq edi. Yanala o'rindiqqa bog'liqliq. U poldinmi o'tib ketdi. Binoning tomlaridan, yerdan, okeanlardan, atmosferadan, plantlardan o'tib, necha ming yorug'liq yili yiroqlikqa uchib ketdi. Chashqanlardan intayin yiroq bir joy edi. Ammo yanida yanala O'Brien bor edi. Yuzida yanala muzdek temir to'r turardi. U atrofini qoplagan qorong'ulik ichidan taraqqa qilgan ovozni angladi. U qapas eshikning etilganligini bildi. Eshik qayta ichilmadi. Kashtan darxi qahvaxonasida tuzuq xaridor yo'q edi. Derazadan tushgan quyosh nuri to'pa besib ketgan ustal yuziga takshi sipilgan edi. Soat 15 bo'lgan edi. Ekrandan metal taranglagandek bir xil muzika anglayotdi. Winston avvalgidekla bir burjakda oldidagi quruq stakanga qarab o'ltirardi. U pat-pat udul tomdagi yo'g'on chiroyga qarab qo'yatdi. Rasmning ostiga cho'ng harfli qilib, "Xo'jakining ko'zi senda" degan xat besilgan edi. Mulozim kelib stakanni zafar archa harqi bilan to'ldirdi. Andin eg'izdan inchga neycha o'tkazilgan bir butulkadan bir necha timim bir nima timitib chayqab aralashtirib qo'ydi. U seringul tamlik shakar javhari bo'lib, mushu qahvaxonaning alohida mahsuloti edi. Winston ekrandan chiqayotgan ovozni anglayotdi. Hozir uningdan muzika chiqayotdi, ammo har vaqt Tinchlik ministrligining biror alohida xabari anglatilishi mumkin edi. Afrikadagi urush frontidan kelayotgan xabarlar odamni nihoyat ansiz qiladi. Winstonning g'ami shunda qolgan edi. Bir Yevro Osiyo armiyasi Ukraina azaldan va hozirmi Yevro Osiyo bilan urushda edi. Nihoyat tez sur'atda janubga qarab ilgirlayotdi. Kunduzlik xabar qayerdan yetib kelganligi haqida hech qanday aniq bir nima demagan edi. Ehtimal shu topda Kongoning eg'izi urush maydoniga aylanib bo'lgan bo'lishi mumkin edi. Brazzaville va Leopoldville xatar ishda edi. Buni aniqroq bilish uchun xaritaga qarashning hojati yo'q edi. U Markaziy Afrikani qo'ldan berib qo'yish masalasida bo'lmasdan, bu hozirgacha bo'lgan butun urush mobaynida Okeaniyaning territoriyasining tunji qitim haqiqiy tahdidga uchraganligidan derak beradi. Birdilla Winstonning vujudini kuchlik hayajon, bir xil mamnuniyat qopladi-yu, yana darhol uchdi. U urush haqida o'ylanishni to'xtatdi. Bu kunlarda Winston o'zining diqqatini biror nuqtada bir necha minutmi markazlashtirolmaydi. U stakani ilib bir ko'tirish bilanla qurg'dibatdi. Doimgidek archa harqi uni jo'g'ida bir titirtibatdi. Winston azroq bir nimalarni yondirdi. Bu odamning ko'nglini bekla ilashtiradi. Seringum bilan shikar javhirining o'zimi odamni bearam qiladigan bo'lib, archa harqidagi may ta'mini yo'q qila olmaydi. Hammadan odamning ko'nglini ilashtiradigan haraqning purug'i bo'lib, bu doim Winstonning qalasida hiliqi nimalarning purug'i bilan aralashib, u ularning nomini hargiz atabmi solmaydi. Hatto ko'z oldiga keltirishdimmi o'zini qochiradi. U Winstonning yuziga yaqinlashgan, purug'i Winstonning dimiqiga urilgan bir narsa edi. Haraq uning oshqozonini birdilla o'rlitib, u bir nimalarni yondirdi. U quyitilgandan buyon xeyli at ilib qolgan, rangi ro'yimi xeylilar tuzilib asliga kelib qolgan edi. Put qo'llariga xeyli jon kirib tomlashib qolgan, yirik yuz terilariga xeyli qon yugurgan edi. Hatto taqir beshimi xeyli qizdirib qolgan edi. Mulozim Winstondan so'ramayla bir shaxmat taxtasi va Times gazetidan bir parcha ilib keldi. Gazetning shu shaxmat stoni bor batni ichib akelgan edi. U Winstonning stakanning quruq ishkanligini ko'rib, darhol archa harqi akilib to'ldirib qo'ydi. Mulozimga deb qo'yishning hojati yo'q edi. Ular hammasi Winstonning odatini biladi. Shaxmatni doim uning uchun tizib qo'yadi. Bulungdagi ustalni doim uningga elib qo'yadi. Hatto odamlik chog'lardimi u bu ustalda yolg'iz o'tiradi. Chunki hammaylar uning bilan yaqin o'tirib qilishdan o'zini qochiradi. U o'zining qancha istakan ishkanligini sanab o'tirmaydi. Mulozim nihoyatda kirlashib ketgan qog'ozga hisobotni yezib, pat-pat uningga akilib beradi. Ammo Winston doim ularni oz hisoblab qo'ygandek his qiladi.
qimmat hisoblagan taqdirdimi hechqisi yo'q edi. Hozir uning yetgudek puli bor edi. Uning hozir xeyli ozoda bir xizmati bo'lib, maoshimi ilgirgidan xeyli yuqori edi. Ekrandagi muzika bir odamning ovozi almashdi. Biroq bu oldingi sapning xabari emas edi. Faqat mo'lchilik ministerligining bir qisqala bayonoti edi. 10-3 yillik planda bo'g'ish ishlab chiqarish 98% ni oshirib o'rinlagan edi. U gazetdagi shaxmat stoniga qarab shaxmatni tizdi. Gazetga besilgan shaxmat vaziyati murakkab edi. Ikki otni ishiltib mat qilishga to'g'ri keladi. Oq taraf burun mangdu. Ikki qadamla mat qilinadi. Winston beshini ko'tarib Xo'jakining rasmiga qaradi. Oq doim mat qiladi. U bir xil sirliq, mistik xiyollarga g'arq bo'ldi. Har qattim shundoq o'rinlashtiriladi. Shaxmat tepishmig'i sahifasi ta'sis qilgandan buyon qara biror qatimmi yengib boqmagaydi. Bu yaxshilikning razillik ustidan mangu g'olib keladiganligining simovi emasmi? Yo'g'on yuz, intayin salmoq, hayvat nazarda Winstonga qarab turadi. Oq doim mat qiladi. Ekrandagi ovoz tuyuqsiz to'xtab, uning o'rniga texmo hayvat bir ovoz anglandi. Soat 15:20da muhim uqtirish bor. 15:20da. Uqtirish intayin muhim. Diqqat qilinglar. O'tib ketib qolmasin. 15:20da. Heliqi jarang-jurung muzika yana boshlandi. Winstonning yuragi düpüldashga boshladi. Bu oldingi sapning xabari edi. Uning tuyg'ulari uningga buning yomon xabarligini aytib atadi. Afrikadagi uzul kesil mag'lubiyat kun bo'yi uning qalisidan ketmayotdi. Shunda qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mushargichi bo'ldi. Davomini kelaqatim o'qiymiz. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.